G'afur G'ulom, mening o'g'rigina bolam. Hikoya. Otamizning o'lganiga anchagina yil o'tib ketdi. Bu yil 17-yilning ko'klamida onamizdan ham ajralib, shum yetim bo'lib qoldik. Biz 4 yetimdan xabar olib turishga katta onamning onalari Roqiya bibi kelib turibdilar. Bu kishini biz erkalab Qora buvi deb ataymiz. Oqshomlari buvim boshliq hammamiz oldi ochiq ayvonda uvun to'da ko'rpa yostiqlarga o'ralib, bittagina o'ratepaning kir ip sholchasi ustida uxlaymiz. Sentyabr oylarining oxiri, ilk kuz oqshomlaridan biri edi. Havo anchagina salqin. Biz yetimlar bir-birimizning pinjimizga tiqilib, bir-birimizni isitib uyquga ketganmiz. Qatorda eng so'nggi bo'lib, ona chumchuqdek qora buvim yotardilar. U kishi 80dan oshib ketgan noskash kampir edilar. Bu oqshom 3 xo'roz o'tgandan keyin 7 qaroqchi yulduzi tik kelganda g'o'ng'ir ovozdan uyg'onib ketdim. Buvim kim bilandir anchagina baland ovoz bilan suhbatlashmoqda edilar. Hovlimiz ota buvadan qolgan, anchagina katta bo'lib, to'rtburchak tanobi hovlilardan edi. Gir atrofi imorat, shimol tomonda amakivachchilarimiz turishardi. Lekin ular yozda bog'ga ko'chib ketardilar. Hozir ular tomon bo'sh. Buni qarang-a, bizning uyimizga o'g'ri kelibdi. Bizni ham odam deb yo'qlaydigan kishilar bor ekanda dunyoda. Ertaga o'rtoqlarimga toza maqtanadigan bo'ldimda, bizning uyga o'g'ri keldi, g'urur bilan aytilsa bo'ladi. Lekin ishonisharmikan? O'sha amakivachchalarimning tomidan sekin yura kelib, buvimning to'g'rilariga kelganda aksi urib yuboribdi. Buvim esa yostiqni ko'kraklariga qo'yib, til tagidagi nos bilan o'ylab yotar ekanlar. Buvim tuf deb nosni tuflab, tomga qarab, "O'g'rigina bolam, hoy, o'g'rigina bolam. Hoynahoy bir tiriklikning ko'yida tomga chiqqan ko'rinasan. Axir kasbing nozik. Tumov-pumovingni yozib chiqsang bo'lmaydimi?" debdilar. O'g'ri tomdan turib, "Axir buvijon, siz ham birorgina kecha tinchingizni olib uxlasangiz bo'lmaydimi? Bizning tirikchiligimizni yo'lini to'saverasizmi?" debdi. Men gap shu yerlarga kelganda uyg'onib ketgan bo'lsam kerak. Qolgan gaplarni eshitganimcha qilib yozaman. "Hoy aylanay, o'g'rigina bolam, boshimda shunday musibat turganda ko'zimga uyqu keladimi? Mana 6 oy bo'ldi, biror soat mijja qoqib uxlaganim yo'q. Kunduz kunlar garangday dovdirab yuraman. Biror yerga o'tib mizg'iganday qush uyqusi qilaman. Kechalari xayol olib qochib ketadi." "Nimalarni xayol surasiz buvijon?" Bu gapdan keyin ustidagi to'nini turmuchlab bo'g'otning ustiga yostiq qilib qo'yib, o'g'ri ham yonboshlab oldi. Nimalarning xayolini surardim? Shu 4 yetimning ertasini o'ylayman-da, bolam. Zamonni o'zing ko'rib turibsan. Tiriklik toshdan qattiq, tuyaning ko'ziday non anqoga shapih. Hali bularning qo'lidan ish kelmaydi. So'qqaboshgina aravakash tog'alarining topgani o'zining ro'zg'oridan ortib, bularga qutloyamud bo'lishi qiyin. Ro'zg'orda bo'lsa ko'z ko'rib, qo'l tutguday arzigulik buyum qolgani yo'q. Bir chekkadan sotib yer turibmiz. Turib yeganga turumtoq chidamas deganlar. Ha, bu bolalar qachon ulg'ayadi-yu, qachon o'zining nonini topib yeydigan bo'ladi. Chor-nochor xayol surasan kishi. Tag'in bu yetimlarning bittasigina o'g'il, 3tasi qiz. Endi 14dan 15ga o'tdi. Qizlari qurg'ur qachon bir yerga elashib ketadi-yu, o'zi o'rab, o'zi chirmab oladigan joy chiqmasa, bularga kimning ham ko'zi o'chib turibdi deysan. Zamon qattiq, o'g'rigina bolam, zamon qattiq. "To'g'ri aytasiz buvijon", dedi o'g'ri. "Mening ham 2 bolam bor.
xotinim, bitta kampir onam bor. Bir tovuqqa ham don kerak, ham suv kerak deganlaridek, shularni boqishim kerak. 4 ta chavati non topish uchun o'zimni o'tga, cho'g'ga, Alining qilichiga uraman. Bo'lmasa, ishlay desam, bilagimda quvvat bor. Aql u hushim joyida. Menga hozir shu qilib turgan o'g'rilik kasbi yoqadi deysizmi? Tuppa-tuzuk ayolman, kosibning bolasi edim. Zamon chappasiga ketdi. Kerinska podsho bo'lgandan keyin urush to'xtaydi degan edilar. Hali beri to'xtaydigan ko'rinmaydi. Hali ham zamon o'sha iligi to'qlarniki. Biror boshqa kasb qilsang bo'lmaydimi, bolam? Dedi kampir. Nima kasb qilay? Hamma kasblarning ham bozori kasod. Ota kasbim kavushdozlikni qilaymi? Avvalo shuki, kavush tikishga na charm bor, na sirach, na mix, na lok. Masallig'ining o'zi bitib chiqqan kavushdan 3 baravar qimmat. Hammollik qilay desam, avvalgidek qoplab g'alla, qoplab sabzi sholg'om oladigan badavlatning tuxumi qurigan. Tunov kuni shu mahallaning devkor etikdo'zlaridan Buvamat ota butun qolip u shon-u so'zan bigizlarini ulgurjisiga 2 pud jo'xori unga mavoza qildi. Yaxshi qildi. Uning etigini kiyadigan o'zbek, qozoq, qirg'iz dehqonlari qayoqda deysiz? Qolgan emas. Faqat ularning yetimlarigina shahrimizni to'ldirib yuribdi. Qaysi burchakka, qaysi chordevorga bosh suqmang, 15 ta yetim yuvuqsiz qo'lini cho'zib, amaki non bering deydi. Nona o'zimnikiga topolmayman-u, bitta men emas buva. Mahalladagi hamma kosiblarning ahvoli shunaqa. Pichoqchilar ham, bo'zchilar ham, ko'nchilar ham, boringki maktab domlalari ham, mullavachchalarning ham rangi pano. Bir qoshiq obi yovg'onga zor sanqib yuribdi. Hu xudoyo urushi boshiga yetsin, qiyomat qoyim degani shudir-da, o'g'rigina bolam. Ha mayli, shu yetimlarning ham peshonasiga yozilgani bordir. Xo'sh, endi o'zingdan so'ray. Axir noilojlikdan-ku shu harom yo'lga qadam bosibsan. O'ziga to'qroq, badavlatroq odamlarnikiga borsang bo'lmaydimi? Mana shu mahallada Karim qori degan chitfurush bor. Odil Xo'jaboy degan pudrachi bor. Matyoqubboy degan ko'nchi bor. Bularning davlati-ku mil-mil. Beshikdagi bolasi ham chetiga bayt yozilgan chinni kosada osh ichadi. Shularning tomini teshsang bo'lmaydimi? Buvim tushmagur, soddasizda, sodda, dedi o'g'ri. Boylarning uyiga tushib bo'ladimi? Ularning paxsasi 8 qavat, eshiklari temirdan, har bittasining qo'rasida eshakday 2 ta 3 tadan itlari bor. Bu itlar hovli sahnidan bitta kapalak o'tsa, bir hafta vovullaydi. Odil Xo'jaboyning g'ulom gardishidachi miltiq ushlagan gardavoy turadi. Jonimdan kechibmanmi? O'ldirmaganda ham Sibir qilib yuboradi. Bu gaping ham to'g'ri, o'g'rigina bolam. Ammo lekin ehtiyot bo'l. El yurtning oldida tag'in badnom bo'lib qolmagin, dedi bizning kampir. Gapingiz to'g'ri, buvi. Tunov kuni Orif sassiqning otxonasidan 4 ta tovuq, bitta xo'roz o'margan edim. Tovuq? Xo'roz dedingmi? Ha, bu maxluqlari qurg'ur, qaqaqlab seni sharmanda qilmadimi? Hamma ishning ham o'z maromi bo'lar ekan, buvi. Tovuq olgani borganda cho'ntagimga bir shishaga suv solib olaman. Keyin qo'ndoqning tagiga borib, og'zimni suvga to'ldirib tovuqlarga purkayman. Tovuqday ahmoq jonivor olamda yo'q. Yomg'ir yog'yapti shekilli deb o'ylab, boshini ichiga tiqib, xap yotaveradi. Keyin bitta hiqildog'idan tutib xaltaga solaman. Shunaqa degin? Voy tavba-yey!
Hamma hunarning ham o'zining murtgardoni bo'lar ekanda. Shunday qilib desangiz, buvijon, sirimning hashagi ochilishiga oz qoldi. Yo'q, illik boshimiz Rahmon xo'jaga xo'rozni olib borib bergan edim, ishini bosti qilib yubordi. Rahmon xo'ja men bilan tuzuk, yaxshi odam. Bultur uni buni sotib 83 so'm pul jamg'arib, topganimiz shu 50 bosh ota deb pora bergan edim, rabochiga ketishdan olib qoldi. Ha, ish qilib bola chaqasining egiligini ko'rsin. Endi bu yoqqa qara, o'g'ri bolam. Hademay tong ham yorishib qolar. Ana yorug' yulduz ham tikkaga kelib qoldi. Oshxonaning yonidagi tutdan sirg'alib pastga tush. O'tinimiz yo'q. Oshxonada bir zamonlar bog'dan kelgan bir ikkita yong'oq to'nka bor. Boltani olib, shuning bir chekkasidan ozgina uchirib ber. Qo'mg'on quyaman. Kecha tog'ang berib ketgan zog'oradan ikkitasini olib qo'yganman. Birgalashib choy ichamiz. Yo'q, buvi, dedi o'g'ri. To'nka yorib-ku berarman, ammo choy icholmayman. Chunki kun yorishib qolsa, meni tanib qolasiz. Juda ham yuzimni sidirib tashlaganim yo'q, andisham bor, uyalaman. Voy o'lay, qutuliq uydan quruq ketasanmi, bolam? Bir nima olib ket, to'xta. Nima olib ketsang ekan? Ha, darvoqe, oshxonada bitta yarim pudlik qozon bor. Alla zamonlar uyimizda odamlar ko'p edi. Katta qozonda osh ichardik. Xudoning g'ashiga tegdik shekilli, shundoq katta gurkigan xonadondan mana shu 4 tagina yetim qolib turibdi. Ha, bular qachon katta qozonni qaynatar edi-yu. Shuni olib keta qol. Sotib bir kuningga yaratarsan, o'g'rigina bolam. Yo'q, buvi, yomon niyat qilmang. Ha-hu deguncha bu kunlar ham unut bo'lib ketadi. Yana katta oilalar ham jam bo'ladi. Hatto bu qozon ham kichiklik qilib qoladi. O'sha yetimlarning o'ziga buyursin. To'ylarida o'ynab kulib xizmat qilaylik. Xayr endi buvi, men ketaman. Tog' tomon ham yorishib qoldi. Xayr, o'g'rigina bolam, kelib tur. Xo'p, ona, xo'p. Men o'sha o'g'ri kishini tanir edim. Haligacha hech kimga kimligini aytgan emasman.